Men ateistlarga aytamanki, siz aytayotgan narsangizni atigi 40 yil avval bildingiz. Siz aytayotgan o'sha katta portlash men o'qiydigan kitobda allaqachon zikr qilingan. Muqaddas Qur'oni Karimda u 1400 yil avval zikr qilib o'tilgan. Anbiyo surasida 21-sura 30-oyatida aytiladiki, kufr keltirganlar qaramaydilarmi? Osmonlar u yer bitishgan bo'lganini, bas biz ularni ochganimizni bilmaydilarmi? Mana shu siz aytayotgan o'sha katta portlash. Katta portlashni men xuddi sharni maksimal darajada siqishga o'xshataman. Men juda ham katta kuch bilan siqib boraveraman. U kichrayib boraveradi va men katta bosim bilan uni saqlab turib, birdaniga qo'yib yuboraman va u portlaydi. Siz 40 yil avval bilgan butun dunyoning portlash orqali yaralishi Qur'oni Karimda 1400 yil avval keltirib o'tilgan. Bularni Qur'onda kim zikr qilishi mumkin edi? Shunda ateistlar javob beradiki, balki kimdir shunchaki aytgandir. Balki bu baxtli tasodifdir. Balki bu shunchaki taxmindir. Odam bolasi kim bo'lishidan, qayerda bo'lishidan yoki nima qilayotganidan qat'iy nazar, nega men bu yerdaman? Qayerdan bu yerga kelib qoldim? Bu dunyoda mening biron bir maqsadim bormi? Agar bo'lsa, u nima degan tabiiy qiziqish bo'ladi. Bu savolga javob bera oladigan yagona zot albatta yaratuvchining o'zi bo'lishi kerak. Agar bu yerda yaratuvchi bo'lsa, bizning nega yaratilganimiz, uning bizdan nimani xohlashi va bu hayotdan asl nima maqsadligiga javob faqatgina uning o'zigagina bog'liq bo'ladi. Alloh Odam alayhissalom paytidan to shu davrdagi odamlargacha nimani xohlashini ko'rsatib qo'ygan. Va bu juda oddiy narsa. Shunchaki faqatgina yolg'iz uning o'ziga hech qanday sherik keltirmasdan ibodat qilishdir. Aslini olib qaraganda, biz bu hayot shunchaki oliy bo'lgan zot tomonidan yuborilgan imtihonligini bilamiz va shuning uchun ham biz tug'ildik va shuning uchun ham o'lamiz. Chunki bizning sinovdan o'tishimiz uchun bu yerda boshlanish va oxirgi nuqta bo'lishi kerak. Bu hayotdan keyingisida hech kim xoh yomon xoh yaxshi odam bo'lsin, boshqa vafot etmaydi. Har ikkalasi ham qayta tiriltiriladi va keyingi hayotda yaxshi yoki uncha ham yaxshi bo'lmagan hayotda yashashlari ularning bu dunyoda qanday imtihondan o'tganiga bog'liq bo'ladi. Payg'ambar Ibrohimning Robbisiga ibodat qilishlik. Mana shu narsa barcha payg'ambarlar tomonidan yuborilgan ta'limotning asosi.